Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan YouTube Max bo'ldi. Hozir men sizlarga bitta bugni ko'rsataman. Miyani shok o'chirib qo'yadigan. Pervilsoda zavakachat qilayotganlar uchun bu ayni muddo va kerak narsa. Videoni ko'rishdan like va podpiska bosib esdan chiqmasin. Qani go. Xo'sh, jigarlar, birinchi qiladigan ishimiz kamera bo'limiga o'tamiz emotsiya orqali va mana shu yerda bitta emotsiyani bajaramiz. Va X tugmasini bosamiz va qurolni yana qaytib olib, qurol tekshirishga o'tib o'tirish tugmasini bir bossak, mana sizlarga yangi bug. Jigarlar, buni orqasidan bir haftaga qolmasdan bitta zavakachat qilib qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, jigarlar, bu bugda bir minus tomoni bor. Avtomat olgandan keyin ko'zlash tugmasini bosmaysizlar. Agar bossangiz, bagani ortiga qaytib qoladi. Hozir bu yerda bitta odam bor, uni qidirishning o'zi problema. Shuning uchun botga o'xshab chaqirib olamiz. Mana o'sha bot odamni uchratib oldik. Rezultat hozir ko'rasizlar. Jigarlar, agar kimgadir iPad rejim kerak bo'lsa, iPad rejimiga o'tmoqchi bo'lsa, kommentariyaga iPad rejimni yozib qo'ysalaringiz, iPad rejimni storiyaga qo'yib boraman. Hammaga jo'natib qo'yamiz. Qani go.